Kanalim a'zolari hammaga omad bo'lsin. Bu taktikgacha mana zo'r ishlayapti. Xo'sh. Daromadi zo'r. Xo'sh, akalar, yana bitta strategiya ko'rsataman. Undan oldin bitta yangilik aytmoqchiman. Kanalimga bilasizlar, konkretni obunachilarimga pul tarqatyapman. Erta hayit bo'lganligi uchun yana 10 ta insonga 1,5 poldan shunday tarqatib yuboraman. U uchun nima qilish kerak? Ana shu videoniga tagiga kommentariyani zo'rini yozish kerak. Ko'proq yozsangiz, ko'proq nima bo'ladi? Kommentariyangiz 3 ta like yig'sa va videoga ham like yig'ib, siz mana shu kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Telegram va YouTube kanallarimga obuna bo'lgan bo'lishlaringiz kerak. Sizga shu narsani screenshot qilib menga tashlasangiz, men 10 ta birinchi tashlagan 10 ta insonga 1,5 poldan promoy tashlab beraman. Omad hammaga. Xo'sh, yana bitta strategiya ko'rsatmoqchiman. Menga strategiya ko'rsating deganlar uchun. Xo'sh, qaysi birini ko'rsatay? Strategiya 6ni ko'rsatamiz, hay. Bu balansni ham urvenni ham ko'taruvchilar uchun. Bir 10 bilan tik o'ynaysiz, urveningiz ham ko'tariladi, balansingiz ham ko'tarilib boraveradi do'stlar. Omad hammaga ko'pga bersin, qatorga bersin. Like, kommentariya bosib qo'yamiz. Men bundan zo'r, agar haqiqatan ham shu kanalim rivojlanib ketaversa, ko'proq pul ham berib boraman. Undan tashqari ana shunaqa strategiyalarni zo'rlarini ko'proq qo'yib ham boraveraman.